Bu video dersimizde 37. topik 1 imtihoni tetki testini 15 va 16 savollarini tahlil qilamiz. Demak, sharti time tehmaril titko almajin kirimil ko'rishibsho. Quyidagi dialogni eshitib, to'g'ri rasmni tanlang va har biriga 4 balldan beriladi. Xo'p, tahlil qilishdan oldin 4 ta rasmni ko'rib chiqamiz. Demak, 15-test birinchi rasm. Erkak ofitsiant buyurtmani yozib olayotgan holat. Ayol buyurtma qilyapti buni. Ikkinchisida buyurtmani olib kelgan holat. Uchinchisida ikkitasi suv ichayotgan holat, ya'ni sharbat. To'rtinchisida hop, mana ovqat tanlayotgan holat. Ayol qo'li bilan ko'rsatyapti. Demak, erkak aytyaptiki, eshik tangin mo'g'amashisoyo. Bu oshxonani nimasi mazali? Bu oshxonani nimasi mazali? Shunda ayol tavsiya beryapti. Igo degani bu narsa. Ya'ni buni hanbon bir marta tish yopasayon, ya'ni yeb ko'ring. Hurmat shaklida tishida degan so'z yemoq. Yeb ko'ring. Yogi omyon chonin hansang igol mogoyo. Bu yerga kelsam, bu yerga chon men hansang doim igol degani shu narsani. Ya'ni buni hop mogoyo yeyman. Igol degani biz yodlagan igot va unga il qo'shilgani igosilni qisqartmasi. Shu joyda xato yozdim. Mana bu tikka o yozilardi. Igosil degani bu narsani, ya'ni buni. Shunda ayol tavsiya berayotgan holat javob 4 bo'ladi. Bu narsani bir marta yeb ko'ring. Men doim shundan yeyman ma'nosida. Javob 4 bo'ldi. Hop, keyingi testimiz 16 bo'ladi. Birinchi rasmda erkak ko'z shifokori ekan, mana test qilyapti. Ayol ko'zini tekshirtiryapti. Ikkinchisida hop, ko'zini yana tekshirayotgan holat apparatda. Erkak shu bu yerda ham, ya'ni doktor, shifokor. Uchinchisida erkak bu yerda sotuvchi, ya'ni ko'zoynak sotuvchisi, ochki. Ayol sotib olayotgan holat. To'rtinchisida mana sotib olib qog'ozga yozayotgan holat. Demak, erkak aytyaptiki, angyongil sigo koul hanbon pozayo. Ottosayo. Angyongil sida degani ko'zoynak taqmoq. Ko'zoynakni taqib, koul ko'zguga. Hanbon posayo. Bir marta qarang. Ottosayo degani qanday. Shunda ayol aytyapti, cho'ayo yaxshi. Aju maymetroyo. Juda ham ko'nglimga yoqdi. Aju degani juda, maymetroyo ko'nglimga yoqdi. Juda ham ko'nglimga yoqdi deb javob beryapti. Juda ham ko'nglimga yoqdi. Demak, bizda kalit narsa ko'zoynak taqib bir marta qarang, ya'ni ko'zguga qarang degan narsa mana bu bo'ladi. Javob 3. Uni ko'ngliga yoqqan. Ayol ko'zoynak sotib olayotgan holat. Xuddi shunday ishlash kerak bo'ladi. 15-16 ni. Bu 37-topik 1 imtihoni 15-16 tetki tahlili edi.